Viloyatimizda payvandlash yo'nalishi bo'yicha ishlab chiqarish ta'limi ustalarining malakasini xalqaro standartlar asosida baholash va sertifikatlash jarayonlari tashkil etildi. Ushbu tashabbus mutaxassislarining nafaqat mahalliy, balki jahon mehnat bozorida ham raqobatbardosh kadr sifatida faoliyat yuritishiga keng imkoniyat yaratadi. Mazkur sinovlar Toshkent xalqaro sertifikatlash akademiyasi huzuridagi personal o'quv markazi tomonidan xalqaro standartlar asosida o'tkazildi. Unda viloyatdagi kasbiy ta'lim tashkilotlaridan jami 76 nafar ishlab chiqarish ta'lim ustalari ishtirok etdi. Jarayon Latviyaning Certification Center tashkilotidan kelgan malakali ekspertlar ishtirokida olib borildi. Bu baholashning shaffofligi va xalqaro mezonlariga to'liq mosligini ta'minladi. Men Latviya kompaniyasi vakiliman. Biz bu yerga Yevropa standartlari bo'yicha payvandlash mutaxassislarini sertifikatlash uchun keldik. Ayni paytda birinchi payvandchilar namunalarini topshirishmoqda. Namunalarni biz allaqachon yaxshi va a'loga baholadik. Mazkur jarayonlarni samarali tashkil etish va muvofiqlashtirishda kasbiy ta'lim agentligi vakillari, viloyat kasbiy ta'lim boshqarmasi mas'ullari hamda mutaxassislar faol ishtirok etdi. Bu esa jarayonning tizimli, shaffof o'tishini ta'minladi. Davlatimiz rahbarining tegishli qarorida kasbiy sertifikatga ega ishlab chiqarish ta'lim ustalarini ulushini 30% ga oshirish asosiy maqsadli ko'rsatkich sifatida belgilangan. Shu maqsadda kasbiy ta'lim agentligi kasbiy ta'lim tizimida qator islohotlarni amalga oshirmoqda. Respublikamiz miqyosida barcha viloyat va hududlarda o'tkazilishi rejalashtirilgan ushbu jarayon Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani 2-son texnikumida 6 yildan buyon ishlab chiqarish ta'lim ustasiman. Prezidentimizning qarorlariga binoan ustalarga bo'lgan, ya'ni o'sha o'rta bo'g'indagi ustalarga bo'lgan hozir e'tibor juda ham kuchli qaratildi. Biz bundan xursandmiz. Hozirgi kunda Samarqand shahri 4-son texnikumida xalqaro sertifikat bo'yicha biz qolgan hamkasblarimiz bilan tajriba almashyapmiz va mana shu sertifikat olish bo'yicha hozir imtihon topshirdik. Sinovdan muvaffaqiyatli o'tgan ishlab chiqarish ta'lim ustalari bundan buyon xalqaro sertifikatlarga ega bo'ladi. Bunday sertifikatlarga ega ta'lim ustalari texnikumlarda dars jarayonini ham xalqaro standartlar asosida o'tishlari belgilangan. Natijada o'quvchilar jahon miqyosidagi mutaxassisga aylanadi.